Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Biz sizlarga aviabilet bo'yicha sizni qiziqtirgan savollarga javob berib boramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aviakassani ochilishi va tarixi haqida qisqacha ma'lumot berib o'ting. Bizning aviakassamiz 8 yildan beri mijozlarga xizmat ko'rsatib keladi. Shu kungacha nechta mijozga xizmat ko'rsatilgan? Milliondan ortiq mijozlarga xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Mijozlar qanday fikrda? Mijozlarimiz qanday fikrda, biz so'rashimiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum aka, xush kelibsiz. Bizni qayerdan topib keldingiz aka? Endi shu internet Telegram kanaldan. Telegram kanalni ko'rib borasizmi aka? Ko'rib boraman, aksiyalarni ko'rib boraman. Bizda aksiyalar ko'p bo'ladimi aka? Aksiyalar ko'p bo'ladi. Doim shu 3 yil to'rtdan beri ishlayman sizlar bilan. Yaxshi aksiya qilib berasiz, ishonchli. 3 yil to'rtdan beri ishlab kelyapsiz aka. Onlayn olganda problem bo'lgan yo'qmi? Hech qanaqa masalan pul tushmay qolishi, bir anaqa. Yo'q, biz endi misol uchun onlayn bron qildiramizda reyslarni. Endi ishli odam bo'lamiz paytida, ishdan javob bermaydi, chunki musofirda ishlaymiz. Shunday telefon qilamiz, bron qilishadi, pasportlarni tashiymiz. Kartamda raqamni aytishadi, kartaga perevod qilamiz, hammasi shu. Bolalarda shunaqa muammolar bo'lganmi sizda? Telefon qilganingizda olmagan yoki bir shunaqa muammolar, bir masalan yozganingizda javob bermagan paytlar bo'lganmi? Har doim telefon qilganda hurmatli joyiga qo'yib telefonga javob berishadi. Shu tomondan hurmat qilgani uchun shu mijoz, rassonli mijozimiz, shu telefon orqali ham kelmasdan turib ham olamiz bilyapsiz. Yana bir sizga yangilikni aytib ketmoqchiman. Alloh nasib qilsa hozir mana shu 1-2 kun ichida bir yangi aksiya qilamiz aka. Xudo xohlasa uchastroyt qilsalaring, juda ham ko'p yangiliklarimiz mana bu yilning oxirigacha bo'ladi. Kuzatib boring Telegram kanalimizda. Rahmat aka, sog' bo'ling. Aynan. Sizning aviakassangiz nima xizmatlarni taklif qiladi? Bizning aviakassamiz aviabilet xizmatlarini taklif qiladi. Biz O'rta Osiyo va dunyo bo'ylab aviabilet xizmatlarini taklif qilamiz. Va keyingi savolga o'tamiz. Hozirgi kunda sizning aviakassangizda qanday chegirmalar mavjud? Bizning aviakassamizda ko'plab chegirmalar mavjud. Telegram kanalimiz orqali kuzatib borishingiz mumkin va mana shu ekranda ko'ringan nomerlar orqali murojaat qilib Telegram va WhatsApp orqali operatorlarimizdan so'rab olishingiz mumkin. Sizning aviakassangiz qayerda joylashgan? Bizning aviakassalarimiz Metro Tekstilshki va Metro Shosse Entuziastda joylashgan. Bizning ish vaqtimiz soat ertalab 9 dan kechqurungi 9 gacha. Siz bilan aviabilet 2021.